Salom hammaga, sizlar bilan Abdulloh Babuk. Bugun obunachimiz akkauntiga yangi kelgan, ya'ni Godzillaning grazasicha yangi emas, o'sha yangi ketayotgan desak ham bo'ladi. Shu grazani olib berishga harakat qilamiz obunachimizga. Undan avval bulduropdan yuzini ko'paytirib olib, akkauntiga yuzga tashlab, u yog'ini open case davom etkazamiz. 5500 ta bor hozircha bizda. Keyin u odamning akkaunti ko'pchilik tanisa kerak. Agarda tanimaydiganlardan bo'lsa, ko'rib olasizlar akkauntni qanday kuchliligini. Uje mana foydalanamiz. U akkaunt oddiy akkauntlarga o'xshagan, qanday nima desa bo'ladi. Oddiy akkauntlarga o'xshagan akkaunt emas, ancha qilingan. Ko'p narsasi full shunaqa akkaunt. Hozir uni obzor qilib o'tib ketaman. Undan avval bulduropda yuzini ko'paytirib olishimiz kerak. 7400 ta qildim, 5000 tani 2000 ta foydalanamiz ekan hozircha. 2000 ta foydalanamiz hozircha. 1000 ta otamiz. Oy, ultimate uncha arzon edi. 350 ta ekan. Ultimate kiyim jini ular chiqinglar tez. Mana ushbu qoldim kerak. 10 ming ta borsa ham o'chirib ketadi. 600 ta bo'lsa 2800 ta ketdi. Juda yangi keyslar ko'payib ketyapti. Buldiribdi ham bilmayman. Avval oddiylari bordi, hozir umuman boshqacha keyslar o'zimni tanimay qolyapman. Kundan kunga 2000 ta keys bor. Ochamiz ekan. O'zimni ta'kidlayman bor. Undan avval yo'q deganda bir 3300 ta tashlab qo'yib turaylik bu anaqaga. Zaявка tashlab qo'yaylik buldiribga, chunki fokusdan minusga kirib ketib qolsa, bu yuzi ham yo'q bo'ladi. Undan ko'ra mana 3300 ga zaявка tashlab qo'ygan yaxshiroq. Endi mana bizda ozgincha buldiribimiz qoldi. Endi shuni qilib yana harakat qilib ko'ramiz. 912 ta bor. Xo'p, endi kattaroqlardan emas, o'rtachalardan ochamiz. Mana 129 taga kiramiz. 4 taga ketdi, mana 516 taga. Yo, ancha yeb qo'ydi bizni. Ancha-muncha yeb qo'ydi. Xo'p, endi lekin mana mashlar anchadan beri bor. Mashkeyslar. Yo'qlarga ham kirmaymiz. Karlo kiramiz. Ketdi 4 talik. Trs o 2 ta qarang. Uy. Yor yana qiladi. Shunaqa vaqtida chiqarib oldi, yana 107. Agarda mana qilmaganimizda bu ham kuyib ketib qolish ehtimoli katta edi. Maska berdi yaxshi. Qandaydir grip bo'lyapman, shuning uchun ovozga e'tibor bermaysizlar. 2 talik ketdi. Keyin Wi-Fi da emas, internetdaman, shuning uchun salgina qilyapti. Internetdan. Ochilmayapti. Hozir internet to'g'rilayman, to'xtab turinglar. Hop, menimcha sal yaxshi ishlayapti. Bo'ldi. Yo'q. Kriz internet qilinglar ishkanligini. Hozir 1 minut. Bo'ldi, to'g'riladan keldim. Bugun sal kesib o'rganman, shuning uchun mesaj bilan kiryapti. Ketdi. Yo, 77 bittasi yo'q. Ayni 44 ta 18. Вообще bo'ldi. Keyin nima deydi?
sotasini sotmaysan degan joy bo'ladi-yu, shop tashibdi. 1000 ta coin qolib ketib qolibdi. 1000 ta coin olib, mana endi buni ham ochib ko'ramiz. Xo'p. Voy, doim shunaqa qilyapti-mi? Nima tushdi? O'zi ham 300 ekan. Balki hozir olamiz. Ko'ks bu bonus yusiydi. Masalan 3300 yusiy o'sha OpenKeys deplasi bo'lsa kerak agarda. Endi yana harakat qilyapmiz, qancha ko'p yusiy bo'lsa, ashincha olaveramiz. Xo'p, ana o'sha oxirlab ham qoldi. To'rttalik ketdi. Yaxshi bundan. 3 talik 620 to'layman. 800 qolgan stop ketdi yo'q joydan. 290 ta. Yana 600 ta bor. O'sha haligini ko'rib qo'yamiz. 3300 hali kelmabdi. U kelguncha hozir OpenKeys ham qo'yamiz. Kesiladigan. Chigallar yusi keldi. Tezda akkauntga yusi tashlab mana akkauntni hozir obzorni qilib 75 shekilli puldan adresga urdim. Aytsin oldi, endi midasi pulga solamiz. Ovozga e'tibor bermaysizlar albatta, chunki keyingi videolarda uni ovozlar to'g'rilab zo'r bo'lib chiqadi. Bu hozircha shu holat. 1800 boshlaymiz. Ketdi bu tushdi. Endi 660. Hozir hamma yusilarni tushirib bo'lganimizdan keyin Grazeni OpenKeys qilib joyida. Yana qaytadan yana bittasini. Уже mana 60 dan uchalasini ham tashlab bera olaman. Ikkita mana уже uchinchisi ham tashlab bo'ldi. Hop, bu akkaunt mana ko'ryapsizlar. Qora ekanki. Akkaunt qaranglar. Bonuslarni olgan ekan, oxirgisi bitta bonus qolibdi. Yana 3000 yusi tashlasa, anovi bonusni ham olar ekan. Endi u o'ziga kerakmi, kerak emasmi, buni bilmadim, lekin akkaunti chotki ekan. Hozir akkaunt bitta obzorni qilib ketamiz, lekin 46 biz уже battle boshlanib turdi. Men ko'p narsasini qo'ymabdim, menga bilmadim nimaga. Hozir ko'ramiz. Masalan, o'yin aliklar 68 orужияsi bor ekan. Shut 6. Yangi skardan ikkita skar ketadi qo'ygan. O'shima full ekan. Bu ham full ekan. Qoriy soldi ekan. Ko'p narsa mashina ekan, lekin asosiy o'yinlarda boshqa lekin bitta material bor ekan, u mashinalarni ham ko'rib qo'yamiz. Vaz işte ijara oldi. Bu gapni voy McLaren endi ham otdi hattoki. Bu gapni endi ham bor, lekin McLaren qachon olgan bilmadim, lekin bu gapni olibdi bratimiz qoldi. Bu gapni ham tutdi boshiga bratdi. Klassikani tanlab menga o'xshab. 1,5 ta materialimiz bor ekan, hozir biz hisobimizda bu materialga tegmaymiz. Agar graza tushganda grazani ishlatadigan meshlarni qaraymiz. Kostyum qilamiz.
O 5-level ekan. Oxirgi level ozgina qoldi. Poseidon ham 6-level ekan. Bu ham tur ekan. 3-level ekan Crown'da. Emas. Bolalar. Qani Go'da endi bu yoq 160 ta bor ekan anaqasi. Nima yetkasi? 600 taga bo'lish kerak o'zi. 2000 yetib boram, yetmaydi endi ko'raman. Yaxshi o'zida bor ekan lekin 600 taga ekan mana. Kirasi. Ya, pishmani chopdi. Ketdimi? Oy, X-Casting jinnisi oldu. X-Casting jinnisi oldu ama. X-Casting deyman, xayol ketib qopti X-Casting. O'sha kadrlarning kiyimini berib yubordi. Yo'q joyidan o'sha pul qopladi. Endi masalan hozir kirasiz ko'k tushmay qolsa har qalay monitdim deganda anaqa qoraman. Ko'rsataman. Kiyim ham lekin ancha qimmatroq. Kirasiga qaraganda. 1000 taga bo'lishi kerak. Mana bu kadrlarning bunun emunchasi yo'q ekan. Ne bo'lishi kerak endi yo'q ekan. Bunaqa ikkisi ma'lum. Короче, orjularini ko'rdik. Hammasiga bor ekan почти. Hammasi ketchat, full kerak bo'lsa. 2-3 talab bor ekan. O'ynasa bo'ladi, bemalol maza qilib, arendaga berib qo'ysa ham bo'laverar ekan. 2 talik ketar ekan hozircha. Lekin har qalay kiyimini oldik. Lekin grazasini bo'ldi, lekin grazasi tushmay qoldi. Endi ketguncha yana bitta olamiz yoki o'zi oladi yoki undan qolib ketadi. Lekin grazadan boshqa narsa kelsa mabodo ashuna monetka qoladi, ashuna monetkaga ochib open case qilib olaveradi bemalol. Oxirgi o'ntaligimiz. Endi videolarni ko'paytiramiz, hozir umuman bo'sh vaqt yo'qligi uchun videolar bir hafta qolib ketyapti, keyin sifatsizroq chiqyapti. Unchalik ishlab, ya'ni eskidaqa zo'r videolarni yasaymiz yana. Open case'larni ko'paytiramiz. O'zi har kun chiqish kerak edi open case, hozir netdi. Wi-Fi nimasi bo'lyapti, internet beti yaxshi emas. Uyimda masalan boshqa joyda emas, shunga internet ham yaxshi emas, Wi-Fi bu yerda yo'q почти. Ishlamaydi. Agar o'zim uyimda bo'lganimda Wi-Fi video 10 minutda qo'yiladigan video hozir bu yerda 2 soatda qo'yiladi. To'g'ri zerikib ketyapman. Keyin CapCutdan video yasardim, hozir hamma joyini pulli qilib tashlabdi. Kimdadir CapCut Pro bor bo'lsa yozsanglar, agar tashlab bersanglar pulga ham olib beraman agar sizlar o'zingizlardan. Hozir menda Visa karta yo'q. Obuna bo'lolmayman CapCutdan anaqasiga Pro'siga. CapCut Pro bor bo'lsa agarda o'tkazib bersanglar, yana videolarni ko'paytirib open case'larni ham ancha-muncha qo'yaman. Akkauntini просто o'zingizlar ko'rib o'tkazinglar, men gapirmasam. Просто men tomosha qilaman.
Короче, jinnicha bo'lsa ham kintirib qo'ydim. Akkaunt qirilib, vertolyotlar har xil tashalgan ekan. Yaqinda tashalib bo'lsa. Короче, Godzillani ololmadik. Lekin kiyimi nechta ekan? Agar kiyimini jetonni nechtaligini bilsanglar yozib yuboringlar kommentariyaga. Kommentariyada har doimgidek anaqa UC bor. IDlar просто qoldirib qo'yinglar, UC tushib qolsa. Videoga kirib like bosib qo'yasizlar. Like'lar esdan chiqmasin, akkauntga polniy chiqib ketamiz akkauntdan. Chunki egasi ham bu videoni ko'rsa xotirjam qoladi.